Hayotidan doim noliydigan ayol dugonasi bilan bir katta xonaga kiribdi. Xonaga yaxshilab qara va to'q jigar rangdagi narsalarni eslab qol, debdi dugonasi. Xonada jigarrang narsalar nihoyatda ko'p ekan. Hammasiga razm solgach, boyagi ayol eslab qoldim debdi. Shunda dugonasi o'rtog'idan ana endi ko'zingni yum deb iltimos qilibdi. Xonada sariq rangdagi narsalar ham bor edi. Ular qaysilar deb so'rabdi. Sariq rang? Men sariq rangda hech narsa ko'rmadim. Sen menga faqat jigarrang narsalar haqida gapirding deb javob beribdi boyagi ayol. Ko'zini ochgach, boyagi noliydigan ayol xonaga razm solibdi. Qarasa, narsalarning yarmidan ko'pi sariq rangda ekan. Shunda dugonasi, ko'rdingmi? Hayotingda ham aslida juda ko'p yorqin ranglar bor. Faqat sen doim yomonini ko'rishga o'rganib qolganing uchun ularni shunchaki ko'rmayapsan.